onday. Jon, Joning chiqsin. Nima? yaqinda bayram. Qanaqa bayram? O'lganlarni xotirlash, qadrlash kunimi? Haligi 8-mart, go'zallik, nafosat. Shunaqa bayram ham bormi? Dadasi o'zi jinolikka solmang. Nima qilibdi? 8-mart kelsa. Qimmat sovg'alar olib berasiz-a? Hey, tegmay, kimsan ey? Nomahram qo'y. O'zi jinolikka solmang. Men ham 14-yanvarda nimalar qilganimni eslang. Rostdan ham bir eslaylik, 14-yanvarga nimalar qilganingizni. Yaxshisi eslamang. O'tmish bilan yashash yaxshi emas. Qara-ya, obedgacha uxlaydigan va kallagam ishlab qolarkan emasda. Haligi bitta tilla do'kon qurib qo'ydim-da. Shunga qulog'imga, bo'ynimga, qo'llarimga tilla olib berasiz-a? Xotin, senga o'sha tilla muhim yoki men muhimmi? Endi 3 ta tuqqandan keyin tilla muhim bo'lib qolar ekan. Mana shu paytda dadamni ikki og'iz gaplari esimga keldi-yu, ayta olmayman-da. Ha, bo'pti. Yur. Do'kon qayerda? Mana shu yerda, yonimizda. Aytib, ertalanaver shu atrofda o'ralashib yuramiz, keta olmaymiz. Yur. Dadasi, naqd to'lamaysiz. Bu diamant do'konida bo'lib to'lashga ham olsa bo'ladi. O, men qarada o'z uyingda bitavoy texnikaga hamma narsang bo'lib to'lashga olingan. Ma'ni boshqa bo'lib bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Gap ko'paytirmang. Mani bayram. Kallamas quyosh bu. O'sha. Demak, sen bu yoqqa oldin ham kelgansan. Ha. Bu nech pul edi? 35 million. To'xtang. Mana qarang, bu bitta o'zi 35 millionmi yo yana qo'shimchasi bormi? Faqat shuni o'zi. Bo'lib to'laymiz. Menimi? Bo'lib to'lashga odam olasizlar. Yo, anaqa nech pulni to'g'ri keldi. Endi to'liq to'laysiz. Xotinangiz olib ketib bo'ldi. To'xta, pulim yo'q, qayerdan to'layman? Polmonlarni artib yursam, necha yilda qutulib ketaman?